Magazin Buxoro yoshlari gazetasi studiyamizda xush kelibsiz. Xush bo'ling. Biz sizni doimiy kuzatib boramiz. Tajribangizdan o'rganishga, bilimlaringizni o'g'irlab olishga harakat qilamiz. To'g'risi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali sizning yaqinda chop etilgan jurnalistikada sun'iy intellekt davri kitobi taqdimotini ham o'tkazib oldik. Shu kitobingizda sun'iy intellekt haqida aynan nimalarga urg'u bergansiz va bu yerda sun'iy intellekt kelajakda jurnalistning o'rnini bosmaydimi? Shu haqida mulohazalaringizni ulashsangiz. Buxoro yoshlari tahririyatini biz juda ham yaxshi bilamiz va uni nafaqat Buxoroni o'zida, balkim butun O'zbekistonda va qolaversa Markaziy Osiyoda va butun dunyoda o'quvchilari borligini bilamiz. Chunki uni Telegram kanali, uni sayti, uni elektron shakldagi variantini o'qib boramiz va Buxoro yoshlari biz uchun juda ham katta syurpriz qildi. Ya'ni media haftalikka bag'ishlangan maxsus sonini bizga taqdim qilganda biz albatta buni kutmagandik, lekin juda ham xursand bo'ldik. Nafaqat media haftalikka ekspert sifatida kelgan mutaxassis sifatida buni e'tirof etishim kerak, balki gazetalarni masalan davri o'tdimi degan odamlar uchun ham bir yaxshigina isbot bo'lgan. Yo'q, davri o'tmagan, u yashayapti va u bundan keyin ham yashaydi degan qanaqadir mesajni tuydik. Endi bevosita kitob haqida gapiradigan bo'lsak, bilasizmi? Aslida bu kitobni yozish g'oyasini ustozimiz Fayzulla Mo'minov berganlar. Rahbarim Xurshid Nabiyevich Do'stmuhammedov yordam berishdi. Jurnalistikani har bitta yo'nalishini biz alohida ko'rib chiqishga harakat qildik. Umid qilaman, buni o'qigan hamkasblarimiz ham o'z fikr mulohazalarini bildirishadi degan umiddaman. Bugun media sohasida har bir jurnalist, ayniqsa yosh jurnalistlar faqatgina xabar yozmaydi, balki tasvirga oladi, uni montaj qiladi. Qolaversa, uni ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish uchun qisqa kontentlar tayyorlaydi. Bu narsa faqat montaj va tasvirga olish ishlari yetarlimi jurnalist uchun? 150 yoshga to'layotgan o'zbek milliy jurnalistikasi oldin masalan paydo bo'layotgan paytida, hatto yaqingacha 30 yil oldingi davrga ham bir nazar tashlaydigan bo'lsak, biz jurnalistlar o'zimizni juda ham tor doirada amaliyotda ko'rardik. Misol uchun, men yozadigan jurnalist bo'lib kirganman jurnalistikaga, kimdir faqat tasvirga oladigan, lekin bugungi kunda bu narsalar juda ham tor tushuniladi. Ya'ni siz ham yozuvchi, matn yozuvchisi yoki ham tahrir qiluvchi, ham tasvirga oluvchi, ham montaj qiluvchi, ham siz aytmoqchi bo'lgan efirga uzatuvchi, bularni o'zi ham hattoki kamlik qilyapti-da. Biz ayni paytni o'zida hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak, fact checker bo'lishimiz kerak. O'sha manbalarni tekshirishni o'rganishimiz kerak. Sun'iy intellekt instrumentlaridan foydalanishimiz kerak. Ya'ni biz yana ham universallashyapmiz texnik jihatdan. Va meni quvontiradigan jihat shundaki, misol uchun oldin faqat erkak jurnalistlar shug'ullanadigan masalan operatorlik yoki rasmga oluvchilikni bugungi kunda qizlarimiz ham yigitlardan ko'ra yaxshiroq foydalanishyapti. Axborot sohasi bir joyda qotib qolmagandek, bizni sohamiz, kasbimiz ham yana ham shakllanadi, yanada takomillashib boraveradi deb o'ylayman. Ustoz, rahmat. Studiyaga tashrif buyurganingiz uchun. Biz sizni yana Buxoroning jurnalistlari davrasida kutib qolamiz. Rahmat taklif uchun.